Avtomatikamizdagi darvozaga ochishga komanda berganimizda juda ham ko'pchiligi qiziq shu narsa. Eshikning orqasida mashina bo'lsa, darvozamiz kelib mashinani pachoq qilib qo'ymaydimi, qirib qo'ymaydimi? Juda ham ko'pchilik so'raydi mana. Joy ko'rsatib beryapmiz. Arzimagan kuchga darvozamiz harakat to'xtatdi. Bu funksiyasi juda ham mukammal, beza past taraflari zo'r o'ylangan. Tong sahar 4 da kelamizmi, kechqurun 2 da kelamizmi, endi darvozamizni 24 soat pult orqali ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Uydagilarni bezovta qilmagan holda bemalol mashinamizni olib kirib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga bu avtomatikamizni afzalli taraflari va bezapasli taraflarini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bu avtomatikamizni migalkasini o'rtasiga qo'yib berganmiz. Avtomatik ishlayotgan payt shunaqa o'chib yonib, tashqariga signal beradi. Bu avtomatikalarimizni o'rnatib berayotgan mutaxassislarimiz 13 yillik ish tajribasiga ega. Ishlariga bitta baho berib o'tib ketasizlar. Qaranglar, qanaqa juda ham akkuratli, chiroyli ish qilishadi bolalarimiz. Mana. Zo'r chiqqani ishligisi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilsanglar borib, sizlarning ham xonadonlarning darvozasiga Nice kompaniyasining avtomatikalarini o'rnatib beramiz. Mir Avtomatika kompaniyasi har doim mijozlar uchun eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarni tavsiya qiladi. Hammanglarga rahmat.